Salom Jitil, nima xizmat? Kompot, yaxshimisan? Men bilan sayrga chiqasanmi? Ko'chaga zerikib ketdim o'zim uyda. Yo'q, uzr so'rayman. Men videoyim olayotgan edim. Obunachilarim uchun video olayotgan edim. Zerikib ketdim, chiqib qol, birga sayr qilamiz. Iloji yo'q, men aytyapman-ku, obunachilarim uchun video olayotgan edim. Shuning uchun men hozir ko'chaga chiqa olmayman. Sen boshqa Jitilning oldiga borib ko'r, balki ular bo'shdir. Juda ham xafa bo'ldim-da, lekin o'zim bilmayapman nima qilishni. Mayli, boshqa Jitilni chaqirib ko'raman. Xayr unda senga, lekin juda ham xafa qilding ko'chaga chiqmaganliging uchun. Nima qilay, axir men bandman deyapman-ku. Bo'ldi, telefonni o'chirsang, qo'ysang yaxshi bo'lardi. Men video olishim kerak. Bo'pti, ahmoq. Unda men kimning oldiga boraman? O'ylab qarasam, men jigarrang Jitilning oldiga borishim kerak. Jigarrang Jitil menimcha chiqsa kerak, to'g'rimi? Jigarrang Jitil yaxshi. U xo'p deydi, men bilaman-ku. Jigarrang Jitil mana shu yerda bo'lsa kerak. Uyga keldim-ku. Uyga chaqirib ko'ramiz. Jitil, Jitil, eshikni och, eshikni och. Jitil, ocha qol, eshikni och. Eshik ochiq ekan-ku. Uyda bormikan? Uyda ham yo'q. Unda qayerda bo'lishi mumkin? Jin ursin. Men uni qayerdan topaman? Uyda yo'q bo'lsa, mayli tashqarini qarab ko'rsam, balki ana shu yerdan toparman, to'g'rimi? Mayli, mana shu yerlarni qarab ko'ramiz. Bu nima? Bu qanday eshik? Bu yerda qanday yerda eshik turibdi? Tushunmadim. Bu yerda eshik bo'lishi mumkin emas. Bu to'g'ri kelmaydi hech narsaga. Bu yerda qanday qilib eshik bor? Tushunarsiz hammasi. Bo'lishi mumkin emas. Ochildi. Bu yerga tushib ko'ramanmi? Bu yerda nima bo'lishi mumkin? Bu yerda narvon, qandaydir sirli joylar. Bu yerga men tushib ko'rishim kerak. Bu yer nima? Jin ursin, bu qanday joy? Sirli bunkerga o'xshar ekan. Bu yerda Jitil. Mening yadrli bombam tayyor. Endi bu bilan butun Minecraftni yo'q qilishga kuchim yetadi. Men endi bu bilan qanday zo'r ishlar qilaman-na? Bu bilan men Minecraftni bosib ola olaman. Jitil, sen nimalar deyapsan? Sen bu yerda nima qilyapsan? Sen bu yerga qanday kirding? Mening yashirin joyimga sen bu yerda qanday kirding? Tushunmayapman. Sen nimalar deding? Nimalar qilyapsan? Sen qanday qilib bu yerga kelding? Bu haqida hech kimga aytma, sendan iltimos. Bu mening sirli narsam. Menga so'z ber, uni hech kimga aytmaysanmi? Sen nimalar deyapsan o'zi? Sen bu bilan nima ko'p narsa qila olasan. Bu taqiqlanganini bilasanmi? Iltimos sendan hech kimga aytmagin. Bu juda ham taqiqlangan narsa. Men senga olim sifatida aytyapman. Bu juda ham yomon narsa. Senga bu narsani qilishni tavsiya qilmayman. Bu narsangni yo'qotishni maslahat beraman. Iltimos, xo'p. Faqat hech kimga aytma. Iltimos. Mana senga. Va barchangizga salom. Sizlar bilan men Kompot va mening kanalimga xush kelibsiz. Salom. Bugungi videomiz ajoyib bo'ladi degan umiddaman. Shuning uchun videomizga like bosing, obuna bo'ling va har doimgidek kommentariy yozib qoldiring. Men sizlarni yaxshi ko'raman, sizlar ham meni yaxshi ko'rasizlar. Shunday. Va men nihoyat ishlarimni qilib bo'ldim. Videoyimni olib bo'ldim. Endi esa bu Jitil menga sayohat qilishga chaqirayotgan edi va men endi unga bo'lganligimni aytaman. U telefonni ko'tararmikin ish qilib, menimcha u boshqa Jitil bilan o'ynayotgan bo'lishi kerak. Mayli, men unga telefon qilib ko'raman. Nimaga telefonni ko'tarmayapti? Tushunmadim. Telefonni ko'tarmayapti. Jin ursin. Mayli, uni ko'chadan qidirib ko'ra qolaylik, sayr qilib yurgandir Jitillar bilan. Menimcha shunday do'stlar. Unda men hozir telefonni ko'tarmayotganiga yarasha tashqariga chiqib qarab ko'raman. Balki u tashqarida yurgandir Jitillar bilan. Ana yerda Jitil nima qilyapti? Tushunmadim. Yaxshi bo'ldi. Nima qilyapsan bu yerda? Salom Kompot. Yaxshimisan? Men Jitilni qidirayotganimni ko'rmadingmi? Yo'q. Bu nima? Hech narsa, bu yerda hech narsa yo'q xullas. Bu yerga qarashing shart emas. Nima bo'lyapti bitta ko'ray? Bu yer nima? Bu yer senikimi? Meniki, bu shunchaki podval. Bu yerda meva-chevalarimni saqlayman, keraksiz. Xullas, keraksiz narsalarda. Xullas shunday. Men tushib ko'ray, u yerda qiziq narsa bordir. Nima? Yo'q, yerga tushish mumkin emas. Tushunayapsanmi? Hech kim tushirmayman yo'q. Shunchaki nimaga sen o'zingni g'alati tutyapsan? Shunchaki tushaman bo'ldi, u yerda yomon narsa qilmayman-ku. Shunchaki bergim kelmaydi, yo'q, juda ham sassiq. Shuning uchun bergim kelmaydi. Mayli, o'zing bilasan, lekin g'alati narsalar qilyapsan. Mayli, unda senga xayr, yaxshi qol. Mayli, xo'p. Uzr, lekin xo'pmi? Mayli, xo'p, mayli, xayr. Do'stlar, nimaga bu general bo'lib qolganmi? Hayronman, juda ham o'zini g'alati tutyapti. Men uni ko'ramanmi, bilmadim-ku. Mayli, men Jitilni uyga borib qidirib ko'rishim kerak. Jitil uydami? Nimaga eshik ochiq? Uyda yo'q. Nima uchun? Qayerda bo'lishi mumkin u Jitil?
doim uyda bo'lar edi. U uyda ham yo'q. Unda u qayerda bo'lishi mumkin? Do'stlar, men bilmayapman. Og'jitil qayerda bo'lishi mumkin? Ana u hali ham g'alati turibdi. U podvalning yonida yana turibdi. Ey, Jitel, kompot, yana nimaga kelding? Axir men senga boya aytgandim-ku, birga yaqinlashma deb. Nimaga sen o'zingni g'alati tutiberasan? Xuddi bu yerda yomon narsa bordek. Shunchaki birga hech kimni kirishni xohlamayman. Sen boya aytgan eding-ku, bu yerda shunchaki kerakli narsalar. Qanday qilib birov kirishini o'g'irlamasligini xohlaysan? Xullas shunchaki tegishni xohlamayman. Bu meva-chevalarim, mayli, nima bo'lsa ham bu meva-chevalarim. Shunga hech kim kirishni xohlamayman. G'aroyib. Lekin sen g'alati ko'rinyapsan. Xuddi bu yerda yashirin nimadir bordek. Xullas bu yerga kirmagan, tushundingmi? Senga aytibman-ku, o'g'irlashni xohlamayman. Hech kimni qo'ymayman bu yoqqa. Xo'p, mayli, sen nima desang shu. Unda mayli senga omad, lekin g'alati debsan, sal o'zingga kelib ol. Xullas, mayli, bo'pti, ketaver, ket bu yerdan. Mayli, o'zing bilasan. Do'stlar, Og'jitil qayerda bo'lishi mumkin? Va ana u Jitil o'zini juda ham g'alati tutayapti. Bu juda ham g'alati. Nimagadir har narsa mak qilib gapiryapti, g'alati gapiryapti do'stlar. Va Og'jitil qayerda bo'lishi mumkin? Men uni juda ham qidiryapman, lekin uni hech qayerda topa olmayapman. Og'jitil qayerda? Bu yerdan qanday chiqaman? Yaramas Jitil meni bu yerga qamab qo'yibdi. Qanday joydaman? Chinurson, shunaqa joyda ham bo'lamanmi? Bu yerdan tezroq chiqib ketishim kerak. Ammo bu yerda chiqish uchun, bu yerni buzib chiqish uchun hech narsa yo'q-ku. Ana u yerda kirka turibdi, ammo u kirka meni qo'limdan uzoqroqda. Men uni olishga kuchim yetmaydi. Endi nima qilishim mumkin? Mana shunday yaramas, juda ham qattiq yomon narsa. Atimni bo'g'mani to'g'risida turibman. Chinurson, kirkani qanday olsam bo'larkan? Imkonsiz, kirkani ololmayapman. Qo'lim yetmayapti. Bu yerdan qo'lim sig'mayapti. Nima qilishim mumkin? Yordam bering menga, yordam bering. Men bu yerda butun umr qolib ketishni xohlamayman. Yaramas Jitil, agar bu yerdan chiqib qolsam, adabingni beraman seni. Qarab turgin, yaramas. Chaqirilayotgan abonent javob bermayapti. Jinurson do'stlar, u hali ham telefonni ko'tarmayapti. U qayerda bo'lishi mumkin? Men uni butun qishloqdan qarab chiqdim, lekin u butun qishloqqa qarasam ham yo'q, uyda ham yo'q, boshqa joyda ham yo'q. Hamma joyni qaradim, ammo hech qayerda yo'q. Endi bilmadim do'stlar nima qilishni. Juda ham g'alati. Xullas, ana u Jitil ham juda ham g'alati. Qayerdan topsam bo'lar ekan endi olimni? Hech qayerda bo'lmasa, men qayerdan topaman uni? Mana bu yerim juda ham g'alati. Bu yerga tushib ko'rgim kelyapti-ku. Lekin bu yerga tushish mumkin emas. Jinurson, nima qilsam bo'lar ekan? Yordam bering. Do'stlar, qanday ovoz? Qayerdan keldi ovoz? Yordam bering, yordam bering. Meni qulog'im eshityaptimi yoki bu haqiqatmi yoki men tomim ketib qoldimi yoki menga shunchaki eshitildimi? Do'stlar, tushunarsiz, qandaydir yordam bering degan ovozlar kelyapti. Sizlarga ham eshitilgan bo'lishi kerak, to'g'rimi? Yoki faqat menga eshitildimi? Menimcha men tomim ketib qoldi shekilli. Bilmadim, ko'p dam olaverganimga nima g'alati bo'lib qoldim shekilli. Yana bitta gapiryaptimi? Yordam bering. Mana bu yerdan kelyapti shekilli ovoz, to'g'rimi? Mana shu nima edi, podvaldan kelyapti ovoz. Ha. Menimcha bu podvaldan kelyapti. Menimcha bu podvalda odam bor. Menimcha Og'jitil bor. Chunki Og'jitilning ovozi shunaqa. Og'jitil bu yerda bo'lishi mumkinmi? Men bu yerni buzishim kerak. Og'jitil mana shu yerda bo'lsa, nahotki men bu yerni buzaman. Buzilmayapti. Buzildi. Endi eshikni ochamiz va bu yerga tushamiz va bu yer oddiy rostdan ham podval-ku, meva-chevalar saqlaydigan. Mana oddiy podval, chirib ketgan podval. Mana bu yerda meva-chevalar, sandiqlar, chirigan sandiqlar va mana bu yerda hattoki olma ham bor ekan. Mayli. Endi bu yerdan chiqsa ham bo'ladi, chunki bu yerdan yordam bering. Tushunmadim. Qayerdan? Bu ovoz. Mana bu yer nima kitoblar? Ochilib ketdi. Bu yerda nima otdim bu? Jitil, nimaga baqiryapsan? Kompot, menga yordam ber, bu yerni buz. Mana bu atom bombani yo'q qilish kerak. Bu Jitil mana shu uni bu kerak. U atom bomba qildi. Xullas, ochsam tushuntirib beraman. Mana bu kirkani olib, bu yerda sindir. Mana sindiryapman. Chiq. Bu yerdan tezroq chiqib qol. Nima bo'ldi o'zi? Menga tushuntirib ber. Xullas, Jitil atom bomba yaratdi. Men uni sirrini bilib qolganligim uchun meni hushimdan yetkazib mana shu yerga qamab qo'ydi. Tushunibsanmi? U atom bomba yaratdi, Minecraftni yo'q qilishga kuch yetadi. Bu yerda nima qilyapsiz? Jitil,
Sen nima bu taqiqlangan narsani qildingmi? Sen atom bomba yaratdingmi? Ha, ahmoqmisan? Jitel biz hozir 1 2 3 deyman. Ishni bajaramiz, tushunarlimi? Yaramaslar va sen juda taqiqlangan ishni qilding va endi sen 1 2 3 yaramas qarab tur. Qara. 1 2 3 deyman, boshlaymiz. 1 2 3 va mana senga. Qo'yvor, emas, qo'yvor. Va nihoyat uni tutdinglar. Sizlarga rahmat. Siz to'g'ri qildingiz bizga qo'ng'iroq qilib. Biz endi unga kerakli choralarni ko'ramiz. Atom bombasini esa yo'q qilamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Biz ozod bo'ldik. Biz juda qo'rqib ketdik. Do'stlar, bu yerlarni qaranglar. Hamma joyni politsiya bosdi. Mana bu yerdan atom bombalarini olib ketishdi. Ko'ryapsizlarmi? Atom bomba ham yo'q endi. Va mana bu yerni ko'rib turganingizdek atom bombalari narsalarini, atom bombani o'zini yo'q qilishni mana shunday joyda jitilni olib saqlagani yaramas. Jin ursin. Do'stlar, menimcha bugungi videomiz ajoyib bo'ldi degan umiddaman. Shuning uchun hoziroq like bosing, obuna bo'ling. Sizlar bilan bugun men kompot bo'ldim. Hammangizga xayr do'stlar.